Men pishirgan tovuq sochniy chiqmaydi deb mehmon kutganingizda hali ham ko'chadan zakaz qilyapsiz. Hozir men sizga ichlari bilan sochniy mazali bo'lib chiqadigan tovuq tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib tovuq go'shtlarimizni tuzli, chesnokli iliq suvga solib 1-2 soatga olib qo'yamiz. Endi tovuq marinovkasi uchun qatiqqa mayonez, tuz, paprika, kashnich va chesnok solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan marinovkalarimizni yaxshilab tovuqqa botirib olamiz. Endi ozgina suvga tomat pastasidan solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan tovuqlarimizni listga joylab chiqamiz va tomatli sokimizni ustidan quyib, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Tovuqimiz sochniy shirali bo'lib chiqishi uchun har 15-20 minutda ustidan shunaqa suvlarni quyib turishimiz kerak. Tovuqni yoniga shunaqa guruchli garnirdan qilib dasturxonga torsanglar, yana ham zo'r bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ysangiz, xursand bo'laman. Agar tovuqni listni yuvishga erinib pishirmayotgan bo'lsangiz, buni ham yechimi bor. Akvamarinni olasiz, listga solasiz. Ustidan qaynoq shaqillab turgan suvni quysangiz, reaksiyaga kirishib, ko'pirib, listdagi hamma kirlarini tozalab beradi. Kuch ishlatmasdan nomiga gubkada shiqalaversangiz bo'ldi. Listingiz yangidek bo'lib, yaltillab qoladi. Albatta olib ishlatib ko'ring.